Bugun poytaxtimizda Geologiya muzeyi yangi binoda faoliyatini boshladi. Davlat Geologiya muzeyi tarixi 1926-yildan boshlanadi. Dastlab u bir xonani egallagan. Asta-sekinlik bilan eksponatlar soni oshib borib, xonalar soni ham ko'paygan. Geologlar ish jarayonlarida to'plangan noyob topilmalarni, tog' jinslari, minerallarni olib kelish natijasida muzey to'plamlari shakllana boshladi. Muzey geologiya sohasida bilim olayotgan talabalarga o'quv mashg'ulotlari o'tilgan. Bundan tashqari maktab o'quvchilariga, talabalarga va tashrifchilarga yerning paydo bo'lishi, yerning rivojlanish tarixi, quyosh sistemasi, yer shari, tog' jinslari, vulqonlar otilishi, zilzilalar, ekologiya, qadimgi hayvonot dunyosi, paleontologiya, yer osti hamda yer usti boyliklari haqida ekskursiyalar o'tilgan. Xabaringiz bor, yurtimizda aprel oyining 1-yakshanbasi geologlar kuni sifatida, bayram sifatida nishonlanadi. Bugungi Geologiya muzeyining ochilishi albatta bu qo'shaloq bayram hisoblanadi. Iqtisodiyotining asosiy drayveri geologiya va tog' kon sanoati sohasi o'ziga xos juda katta tarixga ega. Bu muzeyning ochilishiga qisqagina aytib o'tadigan bo'lsak, hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan 2020-yilda Geologiya fanlari universiteti kampusi tashkil etilgan. Bu kampus ilm-fan ishlab chiqarish klasterini o'z ichiga oladi. Bu geologiya muzeyi o'sha puzzlening eng oxirgi qismlaridan biri deb hisoblasak bo'ladi. Yurtimizda mavjud foydali qazilmalarning turlari, yirik konlarimizdan, yirik kon metallurgiya korxonalaridan olingan namunalar bilan birgalikda hozirgi kunda yurtimizda ushbu sohada erishilayotgan yutuqlar ham o'z aksini topgan. Davlat Geologiya muzeyining samarali faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida zamonaviy tajribalar asosida barpo etilgan va xalqaro talablarga muvofiq jihozlangan yangi binosi foydalanishga topshirildi. Muzeyning yangi binosida bugungi zamonaviy muzeylar talablariga javob beradigan barcha imkoniyatlar yaratilgan. Muzey ekspozitsiyasi yangi konsepsiya asosida tashkil etilgan.